Xo'p, 16 li va 50 li avtomatlarimiz mana aka. Bugungi kunda elektriklarni ko'plarni aqli yetmaganligi bois ko'p joylarda rezitkalar erib ketishi, yonib ketishi va uylar yonishi ham kuzatilyapti. Shu sababdan men shu videoni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mana 16 li avtomat qo'yganimizda 16 li avtomatimiz salgina o'tichkaga tashadi. Agar shu 16 li avtomat o'rniga 50 li avtomat qo'yganimizga nima bo'lishi mumkin? Xuddi mana shu xatolik sababli ko'p joylar yonib ketyapti, rezitkalar erib ketyapti. Shu narsaga juda ham e'tibor qaratishlaringizni istardim. Agar shunga o'xshagan video sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar, podpisatsiya bosib qo'yinglar, videoni tarqatib, like tugmasini ham bosishni unutmanglar. Sizlarga mana shunaqa qiziq videolarni juda ko'p qo'yib boraman, xudo xolasa. Shunaqa narsalar bo'yicha tushuncha berib boraman. Zazimliklar haqida, Uzo Dif-avtomat haqida ham tushuncha beraman. Mana ki ko'rib turganlaringizdek, bu yonib ketgan taqdirda ham o'chirmaydi. Chunki bu juda katta amperlarni uchun qo'yiladigan 50 li avtomat bo'ladi.